Shamsutdinov, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimi? Yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xo'sh, aka nasib bo'lsa endi tungi navzodan qilsa, aka qanday pason bo'lyapti? O'sha haqida ham ma'lumot bering. Xo'sh, endi qaysi pason bo'lyapti aka bu? Bu endi o'sha tungi fasonimiz. Pianinami? Pianino shaklida nima qilingan bu? Havuz birlar pianino. O'sha yulduzlari, o'sha nima dayantiroqlardan, dentalari, chetlarga ham mohirdan ana ishlarimizni ko'ryapsizlar. Endi buni bahosini shu endi xalq beradi. Biz o'zimiz maqtagan bilan bo'lmaydi bu. Endi xalqimiz baho berib ishlarimizga ana nasib bo'lsa ishlarimizni davom ettiramiz. Naves bo'lgan, kesib ham bo'lgan, qancha ketgan endi buni? Naves, tumbalar hammasi shu davrda xolalar hammasi bo'lgan. Buni bir haftaning ichiga nima qilganmiz? Xo'sh, Olot tuman Denov qishlog'i. Uygalar Rossiyada. Xo'jayinlar Rossiyada ekanlar bu kishini. Ana shu singlimizni, ana shu o'zlari shu nima bilan shu xo'jayinlar bilan Rossiyadan gaplashib, ana shu ishlarni qildik. Mana azonachilar kelaverasizlar, spaga ham bor ekan, spaga o'tamiz. Olot tumanida mana Denov mahalla, Denov qishloq. Mana bu yoq tumbalar ham qilinibdi. Mana tumbalarimizni ham qilib berdik. Nimasiga bularni endi bag'osini xalqni o'zi bersin ishimizga. Tumbalar qanday hisoblaysizlar? Tumbalar ham kvadratmi? Bular ham kvadratga, shu tunikani kvadratiga bizaga. Biz o'sha nimalarimizni olib kelamiz, uskunalarimizni shu yerning o'zida qayirib, shu o'zini yonida hammasini bukib taxlab beriladi. Sexdan emas, shu uyni nimasida. Akalar nasib bo'lsa ko'pchilik so'raganda aka Olot tumanidan, Qorako'l tumanidan chiqaring ustalardan degan shu. Akalarimiz vaqtlar sizlarga tavsiya qilamiz. Arxivlar va shifrlarni ham ayvon taglari bularni ham so'ratamiz. Metri kvadratga dedilar. Kvadrat qanchadan bo'lyapti? Ma'lumotlarni beradi. Jiyanchamiz. Xo'sh. Hozir bu yoqqa o'tamiz spaga. Keyin uy egalaridan ham bir nima qilamiz? Bismillahirrohmanirrohim. Xo'sh. Shamshodov endi bular narxlari qanchadan bo'lyapti? Narxlarimiz 0.3 125 ming, 3.5 130 ming, 0.4 140 ming. Ana shu narxda. Hozirgi endi aksiyani boshladik 14-yanvargacha. O'sha 3.5 ni 115 mingdan 0.4 ni 125 mingdan urib beramiz. 14-yanvarga deyapsiz? 14-yanvargacha. Bu 14-yanvar ertamas endi obunachilar o'sib qilmaydi. Keling shuni oy oxirigacha qilaylik endi. Nima dedingiz? Endi oyni oxirigacha buni. Yanvar oxiriga bo'lmaydimi? Yo'q, ungacha bo'lmaydi, shu bir 24-yanvargacha qilib beramiz. Shu aksiya shu davom etadi 24-yanvargacha. Mana azonasi 24-yanvargacha aksiya davom etadi. 115 mingdan kvadrati qalinligi 0.3 ni 1.5 ni shunchadan qilib beramiz yo'q. 0.4 ni 125 mingdan. Buning ichida hammasi, lessasi, samarezi, hamma narsasi o'zimizdan. Biron uyni nimalari bizga xarajat qoldirmaymiz. Faqat shuni shu ketgan kvadratga pul beradilar. Tamom. Shu. Ana shunday. Opa, shu gaplar rostmi? Ana shu mikrofon so'rang. Yaxshimisiz? Ana uygelari shu ustalardan rozimiz aytganingizlarda. Rozimiz. Olot tuman Denov qishlog'idan keyin aytibdilar, lessa, samarez, hammasini o'zimiz olib kelamiz. O'zlari olib keladilar. Sizlar biron narsa olib bermadinglar? Yo'q. Hech narsa olib bermagan ekanlar. Faqat malol kelmasa bir obed qilib berasiz. Tamom, hamma ishlarni nimada? O'zlar. Tavsiyaqilasizmi olotliklarga? Albatta tavsiya qilamiz. Olotga tavsiya qilamiz deydi. Rahmat. Bu yoqdan nasib bo'lsa endi bu yoq adelkalardan, rivonlardan hammasini nima qilib topdilar. Xo'sh, azongacha mana ko'ryapsizlar. Ishlari ham baho berasiz o'zlaringiz. Mana bu yerlardan ham so'radik.
Xo'sh, akalarimiz kelsalar, endi hammani esa lesa yo'qdagi olib berib o'tirmaysizlar. Yo'q, hammasi o'zimizdan. Samarizgacha o'zimiz ketamiz. Samarizgacha. Biron narsa xarajatga qoldirmaymiz. Faqatgina shu ketgan kvadratga pulni berib, shu nimasiga olamiz tamom. Lesa olib keling, samariz olib keling degan gap yo'q. Bu gulni o'zlari tanladingizlarmi ustolar? Nima taklif qildi mana bu pasonni? Yo, xo'jayiningiz nima qildimi? Ana shuni o'zlaringiz biron joyda ko'rgan bo'lsangizlarmi, yo o'zlari tavsiya qilinglar. Akalarimizda nimasi bor, albom bor. Ko'rsatalar, shunga qarab nima qilaverasiz u. Kamera ham xo'jayinlarsiz ko'rib o'tiribsan. Shunday Rossiyadagi musofir ukaxonimiz ham ko'rib o'tiribdilar. Uyning egasi u kishi. Shu musofirdagilar sog' omon bo'lsin. Ana shu kelayotgan 14-yanvar Vatan himoyachilar kuni bilan hammani tabriklaymiz. 14-yanvar barchani tabrik etamiz. Xo'sh, qani olot, Qarako'l, aloqaga chiqarsa, ekran pastiga telefon nomer qo'yamiz. Xo'sh. Nima deysiz aka? Ishlar yaxshi, zo'r. Uy egasini ham oldik. Uy egasi ham taklif qilyapti-da. Nasib bo'lsa, Yaxshi qilib qolamiz ana shuni. Musofirda yurgan ukalarimiz, akalarimiz sog' bo'lsin. Ularga ana shunaqa shu yaxshi niyatda ana shunaqa ishlarni boshlasinlar. Endi xizmatda bo'lamiz. Endi aksiya nasib bo'lsa 24gacha. 24gacha, 24-yanvargacha xalqimizga shu narxda yetib beramiz. Oy oxirigacha dedim, nima qildilar? 24gacha dedilar. Aksiya ko'ryapsizlar, 115 ming kvadrat bo'lyapti, 0.35 0.35 shoshilasizlar. Qalin material 115 ming so'mdan kvadrati. 0.4 bilan 125 mingdan. Ana bu nimalar ham shu kvadratga dedingiz-a? Ha, bular ham kvadratga. Tumbalar ham kvadratga. Shu ketgan material rasxotiga. Xo'sh, shuna qilib videomizni yakunlaymiz. Kelgusi videolarda uchrashguncha sog' bo'lasizlar. Hammasi kutib qolamiz.